Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Zargarlik Uyg'ur qo'l hunarvanchilik tarixidagi eng qadimiy, eng gullangan hunar kasblarining biri. İpek yo'li vodisidagi Qashqar, Xotan, Kucha shundaqlar Turpanga o'xshash qadimiy joylar bugungi kundami zargarlik eng gullangan avod shaharlardir. Biz mushu munosabat bilan bir qism zargarlarni va tadqiqotchilarni bir yerga jam qilib Uyg'ur zargarligi degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Va oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Jongo Xalq Bankasi Şinjan sho'basining pensioneri, madaniyat tadqiqotchisi Muhammad Yusuf. Turpan Gezdi idorasidan muxbir, muharrir Erkin Kerimi. Baxtiyor zargarlik do'konidan zargar ustam Sabir Tursun. Zargarchilik insonlarni güzellikka intaydigan bir muhim hunar, davrimizdagi güzellikning ehtiyoji deb qarashga bo'ladi. 5000 yildan buyon yer sharida hech qanday buyum oltindek qiziqmoq bo'lib boqmadi. Zargarchilikda bilib olish tegishlik asosan malning shu persentini. Ashunga diqqat qilish kerak. Muhammadga siz bu yil qancha yosh kirdingiz? 78. Salomatligingiz yaxshidir? Emas. Endi sizning hozirgacha nashr qilingan kitoblaringiz qaysi kitoblar? Men hozirgachilik 3 kitob nashr qildirdim. Bu Şinjan tarixidagi pullar degan kitob, Jungo oltin kumush pullari degan kitob, Uyg'urlarda saqlangan yodgorliklar degan kitob. Bu 3 kitobni hozir chiqarib bo'ldim. Endi yana oldimda nashrga bergan 2 kitoblar, uning birisi nimshi degan bir kitob. Onda yana birisi Vatan ishqi degan bir she'rlar to'plamini nashrga berdim. Siz mushu Jungo Xalq Bankasi Şinjan sho'basidan pensiyaga chiqqan. Shunday. Qancha yil pensiyaga chiqqan? 95-yil. Sizning mushu Uyg'ur pullari yoki pul madaniyati haqida bo'libmi, mushu metal buyumlar, jumladan mushu oltin haqidagi zargarlik haqidagi tadqiqotingiz qachondan boshlangan? Bu tadqiqotim 87-yillardan boshlanadi. 7 qatim Şinjanning har qaysi joylariga bordim. Endi berishdagi tutki maqsad nima degan vaqtida o'sha birinchi qo'l materialga erishish o'sha maqsad. Endi bu maqsadga yetish uchun birinchi bo'lib Qashqar bo'ldi. Ikkinchi bo'lib uning yendiki Yengisa bo'ldi. Üçüncü olup Yakan oldu. Dördüncü olup Kağılık oldu. Beşincisi Xotan oldu. Bu yerde yenip gelip Aksu, Kuchar, Korla, Turpan, İli, Korgaz. Ahırda andın bir oğlumnunki toyunu kılış münasebeti olan kumulgu berip, kumuldun mu bazı münasebet materyallarını egellep baktı. Endi Muşu materyallarını egellash jarayonida şəhərdəki az bo'lmagan uqumuşluq zatlar bilan ko'rishdim. Hamda şunun bilan birga yig'ib saqlag'uchi do'stlar bilan ko'rishdim. Hamda uningdan boshqa yana maxsus muşu madaniyat yodgorliklari savdosi bilan shug'ullanadigan az bo'lmagan yo'ldoshlar bilan ko'rishdim. Şu joylardagi eng qadimgi shaharlar xarobalarını bevosita berib o'zim ko'zdan kechirdim. O'sha birinchi qo'l materialga ega bo'lgandan keyin ondan bu 3 kitobni yozib chiqishadi. Hem siz bir madaniyat tadqiqotchisi, shundaqla bir yig'it saqlovchi ekansiz. Mushu kasbga havas bog'labsiz. Hem siz deb baksangiz Uyg'urlarningki mushu oltin kumushdan foydalanish hunar san'ati zodi qanday aloyidlikka ega? Uyg'urlarningki mening qarashimcha zargarchiligi Uyg'ur qo'l hunarining bir tarkibiy qismi deb aytishga bo'ladi. Bu insoniyatni go'zallikka intiltirishda intayin muhim rol oynaydigan bir xil hunar. Endi hozirgichilik olim arxeologlarning
tadqiqot natijalariga asoslanganda Uyg'urlarningki shu zagorchilik hunarininki tarixi 2800 yillarga ulushidir. Endi bu haqda bizning qo'limizda hali yaxshi bo'lgan materiallar bor. Şinjan arxeologiya atirti 1977-yili Ürümçi Olg'oydagi tek bir go'rliqdan topgan oltin kumush buyumlar miloddan ilgirki 5-asrga tava bo'lib, uning ichidagi yo'lbosh shakllik oltin bezak, shir shakllik oltin bezak, yo'lbosh shakllik yumaloq oltin buloqqa o'zlarining go'zal va surli holati bilan kishilarni hayrat qoldirdi deb qarashga bo'ladi. Yangi noishdan qizirilgan burungi 1-asrga tava 8 ejderha shakllik to'qa hunar san'atining yuksakligi bilan olamga mashhur deb qarashga bo'ladi. Mongol kiradan qizirilgan 1-asrga taalluq yoqut ko'zlik oltin uzuk yuzining go'zal, nafis, ko'rkam va yorishimliq shakli bilan kishilarni lol qiladi deb qarashga bo'ladi. Kishan noishdan qizirilgan milodidan ilgirki 5-asrga taalluq chechaklik oltin bizak yuzining go'zalligi bilan kishilarni hayrat qoldirdi deb qarashga bo'ladi. Kekash noishdan qizirilgan milodidan ilgirki 5-asrdan 7-asrgacha bo'lgan oraliqda ishlangan uzum shakllik oltin zira simvollik xarakterlik madaniy meros deb atashga bo'ladi. Oqchi noishdan qizirilgan milodidan ilgirki 2-3-asrga taalluq bodam shakllik oltin zir bilan oq suratlik, burk suratlik, bo'g'i suratlik oltin bizaklar yuzining yeganligi bilan olamga mashhur deb qarashga bo'ladi. Kuroran qadimgi shahar xarobisidan qizirilgan milodi 3-4-asrga tava yoqut ko'zlik kumush uzuk o'rnaklik rol o'ynaydi deb qarashga bo'ladi. Hozir Şinjan Uyg'ur avtonom rayonininki har qaysi oblast, viloyat, shahar, nohiya hamda yezi bozorlarda zagorchilik bilan shug'ullanayotgan xodimlar, ya'ni endi ilmiy gap bilan aytganda, o'g'il qizlari 1600 nafardan ortiqroq chiqadi. Bu shu butkul Şinjandagi sana shu. Endi mushularning o'z qo'li bilan ishlab chiqargan oltin kumush ziynat buyumlarininki cho'ng turini 500 xil atrofida deb mo'ljallayapmiz. Endi mushu narsalarninki butun Şinjanga tarqalish manbai nerdan kelib chiqqan deganda, asosan azizona Qashqar degan mushu bir joydan boshqa joylarga asta tarqalib umumlashgan. Endi men bir qancha ustamlarninki mashhur zagorlarning yoki do'ka zagorlarning nomlarini bundaq bir nechalar 5-6 nomni o'tib ketay. Masalan, Qashqarlik mashhur zagor Sabir Axun ustam, Sidiq Axun ustam, Osman Axun ustam, Ahmet Xon ustam. Bu 4 odam asosan bundaq bir avlod kishilar deb qarashga bo'ldi. Ondan kuchadan Nasir Axun ustam, Ablaxon ustam. Uningdan keyin yana bir odam bor. Bu odam hayot hozir. Yahya Hojim degan bir odam. Mo'sha odamlar o'zining uzun tarixi musofasida Uyg'ur xotin qizlarininki go'zallikka bo'lgan tashnoligini qondirish uchun oz bo'lmagan turdagi zinnat buyumlarini ishlab chiqarib, ularni ta'minlagan. Biz yuqorida ko'rsatib o'tgan 12 xil oltin kumush zinnat buyumlari shaklidan qadimgi zagorlarimizning yuksak darajadagi texnik mahoratlariga ofirin o'qimay tura olmaymiz.
Şundaqla Uyg'urlar islom diniga e'tiqod qilishdan ilgari kun, oy, yulduz, sher, burkut, qo'shqor, bo'g'a, bodom, üzüm ve gulgu çokungallıgını ruşen körülüştü boludu da qaraştı boludu. Endi erke efendim, oltun kümüşler hakkında, bizning muşxil medeniyetimiz hakkında kitap yazdınız mı değil mi? Kaç kitap mı yazdınız? İşte dergerlik degen kitap. Bu bir risalle şeklinde kitap. Bu kitabını kaç ay yazgan? 2006 yılı yazıp başladım, 2007 yılı neşerden çıktı. Bu metalçılık tariximizde tömürünü bilgenden keyin oltunni bilishmi yana bir metalçılık tariximizga zo'r sakrash hisoblanadi. Ham nurg'un kishilar deydi, oltunni boyqash, shundaqla uni ishlatish qanday bir tafakkurning mahsuli. Oltin endi yer shari kang tarqalgan bo'lsa-mu, bu bir miqdor intayin oz. Andan keyin to'g'lash o'ng'ay. Ammo bu oltin boshqa metallar bilan, tog'jinisi bilan oson berilmaydigan rangi chiroyli metal, qimmatli metal bu. To'g'ri. Bunday bo'lgandan keyin bu oltinni boyqilishning o'zi bizning qarshimizda insoniyat madaniyatining xalqaro birinchi bosqich qadami bu. Oltinni endi misrliklar o'zingiz deb aytsangiz 5000 yil burun tavlashga boshlagan. Undan keyin insoniyatning tadrijiy taraqqiyotida oltin ana shu taraqqiyotga intayin zo'r muhim rol o'ynagan. Endi mamlakatimizda oltinning boyqilishi va ishlatilishi 4000 yillik tarixga ega. Endi Xinjiangga kelsak, Xinjiang qadimdan oltin qarshish makon deb aytilgan. Endi Xinjiang'daki oltin zargarchilik tarixiga nazar salsak, shu o'tgan asrning 90-yillarda mamlakat darajadagi madaniyat yodgorlik o'rni Yorg'ul qadimgi shaharni g'arbiy qabristonligini qazishda, ama shu oltin toj, oltin to'yga, bu to'yga esa yo'g'on to'yga emas, uyqudagi qo'shliqlik oltin to'yga, endi turkvoyisdan ko'z qo'yilgan oltin bezak buyumlar tepilgan. Turkvoyisga ranglik metal bo'ldi. Ranglik tosh. Ranglik tosh. Bu narsalarni ham hozir Abdurayliq muzey saqlayapti, bekitilishicha. Bu oltin bezak buyumlar milodidan xeyli burunlar. Shu zamonda ya'ni Yorg'ul qadim shahar atrofida yasalganligi ma'lum bo'lgan. Demak, bizning ajdodlarimiz 2000 yil burunlar oltin bezak, oltin saymonlar yasashni bilgan. Demak, Xinjiang azaldan tortib, mayli qadimiy Ipak yo'li davri bo'lsin, yoki hozirgi davrda bo'lsin, mush qoshtishi oltin makoni degan chiroyli nom bor dedingiz. Buningda cho'qim bir hikmat bor. Undaqda mush Xinjiangdagi oltinlarning zapisi xeyli ko'pmi qandaq? Aqli bor desak bo'ldi. Endi mening egallishimcha, Xinjiangda oltin kan gaplarning tarqalish doirasi keng, boyligi mo'l, nuqtasi ko'p. Hozirgacha aniqlangan oltin zapisi 207 tonna atrofida ekan. Faraz miqdori aytganda 3000 tonnadan ko'proq hisoblaydi ekan buni. Endi hozirgi oltin kanlarning tarqalish doirasi Oltoy tog'lari, Sharqiy, G'arbiy Jo'ng'ariya, andan keyin Tangir tog'lari, Ko'inlon, oltin tog' sistemalarda, andan keyin tog'oldi rayonlarda keng tarqalgan. Endi aniqlanishicha hozir shu rayonlarda 600 atrofida cho'ng kichik oltin kanlar bor ekan. Endi yillik oltin qazish miqdori o'tgan yil 12 tonnadan oshibdi Xinjiangning. Bunun ichida Sarg'abotay viloyatiniki To'li nayisida qizilgan oltin 3,5 tonnadan oshgan. Eshik endi Xinjiangda birinchi o'rinda turyapti. Zargarlarda birsi noyat yuqori mahorat bo'lgandan sirt, oltin kumushni haqiqiy tunishdan boshqa, uningki oltin kumushning o'zining xos xususiyatlarini bilishmi intayin muhim qandaq. To'g'ri. Endi oltin kumushning xususiyati qanday bo'ldi? Asosiy xususiyati to'q issiqlikchanlikka ega. Kengishchan, so'zishchan, avrishim metal. Endi zargar o'zi mahorat etilishda o'zining 5 qo'lini bilgandek, tushunganda oltin endi shu zargarning qo'lida intayin nafs buyumga aylandi. Bo'lmasa 11 metal endi. Endi hozirgi bekitilgan qonuniyatda oltinniki erish nuqtasi 1060 Selsiy gradus, qaynash nuqtasi 2660 Selsiy gradus deyilyapti. Endi material deyishcha bu oltin boy so'zilishdan dedik. Bu 1 tonna oltindan 800 ming kilometr uzunlikda sim tarqil bo'ldi ekan. Bu demak yer sharini bir qancha qatim o'rash ketib boshladi. Demak bu shunday so'zsa shoshning neqidimi inchga so'zilib bo'ladigan elastik avrishim metal. Endi Sabir ustam, siz shu zargarlik kasbi bilan shug'ullanayotgan qancha yil bo'ldi? Shu 80 yildan tortib bizning cho'nglar qilib kelgan bu ishlarni.
Ata-bobonguz mush kasb bilan shug'ullangan, shug'ullangan. shundaqmi? Endi bu zargarlikda bilib bilishga tegishli nuqtalar qaysi sizcha? Zargarchilikda bilib olish tegishli asosan malning shu persentini. Ha. Aşınanga dikkat qilsa, buni ayşo tuvan, yuqori aşınanga dikkat qilish kerak. Mesela oltinning turlari qaysi sizningcha? Oltinning turi hozir shu sarg'a oltin, oq oltin deb ikkiga ayrıldı. Hem buni xalqi qizil oltin deganda, buni ham sarg'a oltin shu mis bilan kumushni qo'shganda bu tangshirib bu qizil oltinga aylandi. Endi sizning ota-bobongizmi mush kasb bilan shug'ullanibdi. Ularning mush zargarlik qilayotgani qancha yil o'tdi ekan? Bular hozir bizning shu hozircha hozir 30 yildan oshdi buning tarixi. Tarixida. Endi sizlarning mush mas'uliyatinglarni, mush zibu-zinnatlarni setib oldigan iste'molchilar, xonim-qizlar, Uyg'urlardan boshqa millatlarmi bormi? Boshqa millatdan keladi. Ko'pincha Uyg'urlar, shundaqmi? Uyg'ur. Ham siz shu setilish ahvoli yoki hunar san'at saviyasi nuqtasini aytganda, ichki o'lkalarning yoki chet elninki mushu oltin jabduq, mushu buyumlar bilan bo'lgan bizning farqimiz qanday? Bizning farqimiz endi asosan mushu zirni endi mushu ancha sayohatchilik keldi. Mushu Amerika, Fransiya, Ashlar kelib mushu zirimizni shunaqa qilib ketib bo'ladi. Buni qanday yasaydi buni deb buni rasm tarafdan keldi. Siz qanchinchi avlod zayga? 3-avlod. Sizning ota-bobolaringiz Turpanda zaygachilik bilan shug'ullangan, shundaqmi? Otam 1870-yili tug'ilib, 17 yosh kirganda otam ash tog'isidan o'rganganki bu zaygachilikni. Shu o'rgangan bo'yicha uni ishlab 80 yil ishlabdi bu zaygachilikni. Men otamdan 18 yoshimdan boshlab o'rgangan. Men 45 yil ishladim. Hem bu kasbni o'g'lingizga o'rgatdingizmi qanday? Mening 5 bolam bor. Ya. 3 qiz, 2 o'g'il. 2 o'g'il o'rgandi, 2 qiz o'rgandi. Siz qayerdan keldingiz? Kuchadan. Siz mushu zargarlik kasbi bilan shug'ullanayotgan qanchalik bo'ldi? 30 yil bo'ldi. Demak, siz kimdan o'rgangan? Dadamdan. Sizlar qancha avlod zargar? Men 9-avlodi. 9-avlodi. Bu shaxtda aniq paket tarixiy ma'lumotlar bormi? Bor. Demak, siz mush fursatda shu zargar ustam yoki ota-bobolaringizni sanab bera olamsiz? Ota-bobomni to'rtni sanab bera olaman. Mening otam Avlod Sayfajim, bobom Sayfid Nojim, uning cho'ngi Qadirajim, uning cho'ngi Oyvoqin zargar deydi ekan. Endi hozir sizlarning kuchada shu zargarlik do'koninglar bor, shundaqmi? Umumiy tijorat ahvoli qanday? Yaxshi. Kishilarning ehtiyoji qanday bunga? Ehtiyojini qondirolmaymiz asosan. Endi shu zargarlik hunar san'atininki ish halqalarini, qadam bosqichlarini qachon bir so'zlab boqamsiz? Biz oltinni oldi bilan ertib, pujimiz. Hozir kelib bo'ldi, burun qo'lda yozgan chaqdi. Rejidaydan bir nokash timurimiz var, ashning puji. Bo'lib bilan urib yoydik. Hozir mashina bilan yoydigan bo'ldik. Kelib quydigan bo'ldik. Asos jihatdan qo'l hunarni yana qo'lda yasaymiz. Burun biz o'rgan yerlardan to'kmi yo'q. O'tinning cho'g'i bilan puylab turib, ayndaq kapshalab tuturdik buni. Endi shu oltinning soplig'ini bekitishda yoki shuni his qilishda qanday tushunalaymiz? Shuni qanday soplig'ini aralaymiz? Biz qadimdan buni soplig'ini araganda tapqir tosh surib, o't qisilib, ayndaq araydik. Hozir ham zamonaviy uskulda chiqqandan keyin matematiklik usuli bilan o'lchab turib araymiz buni. Siz qaysi joydan keldingiz? Xotandan. Shu zargarlik hunar san'ati bilan shug'ullanayotgan qanchalik bo'ldi? 20 yildak bo'ldi. Sizgimi ota mirosmi yoki boshqalardan o'rganganmi? Yo'q, boshqalardan o'rgangan. Nurg'un kishilar zargarlikda ishlatilgan asboblarni, ularning nomlarini bilmaydi. Bu fursat shuni bir depramsiz. Zargarlikcha asosli ishlatilgan asboblar bolqa, sandal, juptak, buni kapshalaydigan, o't chiqadigan uchidan, xanchang, bayatda degandek yeydigan, ham uzartib simtadigan killi. Shuningdek asboblar. Qadimda o'zining saltanatini yo'qotmagan bu zargarlikdan iborat hunar san'atimiz bugungi uchur davrida o'zining hayotiy kuchini yo'qotib qo'ydimi qanday? Bugungi kundagi umum ahvol qanday? Zargarchilik insonlarni
güzellikki intaydigan bir muhim hüner, devrimizdeki güzellikning ihtiyacı deb qarashga bo'ladi. Shu hünerni taraqqiy qildirishga bo'ladiki, chimkindirishga, yo'qotishga qat'iy bo'lmaydi deb qarayman. O'zimni egallab ko'rishga. Hozir bizda zag'achilikda tayyorga hayyor bo'lish ideyasi intayin kuchli. Eğer biz moşu bir illetini tüketmeydiğen bolsak, kelipni özümüz kuyup, yasap, andın zinnet buyumlarına ait olan altın kümüşünü özümüz iritip, özümüz işlep çıkmasa, menimce tüvendeki de tedbir düşkelimiz. Özümüzün bir ondan bazarını, çet ellikinin zinnet buyumları monopol egallab ketadi. Bunun akıbeti de üzmütüş, ağzımgı çüştep asmanga karab, yetiştim başka neyse emez. Bu menimce bolganda biz için, devletimiz için çok yo'qotish deb qaraymiz. Men deymanki, kishilar chaynab bergan nonning birinchidan ta'mi yo'q. Ikkinchidan uning minnati ko'p, texmi ko'p. Biz Uyg'ur yosh zagalarni muddat turkunga bo'lib, chet ellarga chiqarib, shu davlatlardagi eng ilg'or bo'lgan zinnat buyumlari do'konlarida ozroq deganda 6 oy atrofida, jiq deganda 1 yil atrofida yugunib, shularning kelipini bo'lsa bir necha shaklni setib olib, akilib, Uyg'urlarning zagachilik madaniyatini ilmiylashtirmasak, hazır bulmaydigan devirge kelib qoldi. Şoňa biz moşu vaqtni qadrlab, bizni chet ellikning oldiga o'tib ketib, uningdan bir yaxshi zinnat buyumlarini ishlab chiqarib, chet el bozorlarini bizni egallashga kirishimiz kerak. Men mo'shaqda zaga yo'ldoshlarga mandab bir kutlut she'rini sovg'at qilishni halovatini. O'zingning ishini qilmasang o'zing, o'zgilar oldida to'kilar yuzing. Bu she'r o'sha yosh yo'ldoshlarga sovg'at qildi. Endi Erkin Kerem efendim, zaman taraqqiy qildi. Qushur miqdori intayin ko'p. Yer shari kichkina bir kentga aylanib qoldi. Boshqa bizning ilg'or millatlarning taraqqiy topgan ellarninki mushu zibu zinnat buyumlari, oltin kuyumishdan yasalgan zargarlikka oid mushu buyumlari bizning rayonimizga nihoyat ko'plab kirmoqda. Mushundaq sharoitda Uyg'ur zargarligi bo'yin qisib qolamdi yoki buning zamonaviylashdan, ko'lamlashdan, korxonalash yo'liga minishdan bir xil umid va deb qaramsiz? Evet, umid va deb qarash. Xo'sh. Shundoq deyishki bo'ldiki, 5000 yildan buyon yer sharida hech qanday buyum oltindek qiziqmoq bo'lib boqmadi. Endi Uyg'urlar tarixdagi mashhur Sodiyalik ipak yo'lini echish, gullantirishda gavdik to'yib qo'shgan millatlarning biri. Shunga Uyg'ur qo'l hunarvanchiligi dunyo uchun davrga kirib qolgan bugungi kundami hayotiy kuchida to'xtatgani yo'q. Ham dunyo iqtisod birgablashayotgan navbatdagi reallikda zargarlar an'anaviy yasash shakliga varislik qilgan holda shirkatlashish yoki guruhlashish yuzinib boshqarish shakli shirkatlashgan. İşlab chiqarish sexlashgan. Setishi zanjirsimon do'kon shakli qadam bassa, meningcha xalqaro bozorga kirishdan zo'r umid bor. Chunki Xinjiangda xomashyo ko'p, sifati yuqori. Ya'ni kelib Xinjiang oltin zibiznat iste'mol eng yuqori bo'lgan Hindiston, Pokiston, O'rta Osiyo ellariga qo'shna. Demak, xalqaro bozor bizning bo'sig'imiz bor. Shunga zargarchilikda cho'qim an'anaviy qo'l hunarvan kasbga varis qilgan asosda mushaq shirkatlashgan tizim angandilar endi xalqaro bozorga kirgan bo'ldi. Endi Sabir efendim bugun zargarlar jam bo'libdi. Odatda bu Xinjiangdami masalan zargarlar jamiyati yoki uyushma degandek shundoq o'rin bormi? Bu uyushmani hozir bugun ham asos tunji qilib hamda zargarlar birga kelib o'tirib hamda yuztaran bo'lib hamda shu bir shunda uyushma qilish to'g'risi mishagi chaqat ekanlik bo'ladi. Bundan keyin texnik ko'lamini kengaytirib, biz ham bu Xinjiang islomida Shashaning, Naynayning jumiyat bor bular. Bularning hamda birinchi qilgan ishi hamda
xalq zagalar ishonadigan, zaga xalq ishonadigan, malning prosentini cho'qim yaxshi ko'tarish. E'lon mulozimat qilmasa xalqni adil qilamiz. Şangal, Türkiye, İran, bununki Özbekistan, Pakistan qatarlıq dövlət və rayonlardan kirib atqan zıbu zinnət buyumları var. Ularning qo'l hunari, san'ati va ularning o'zi xos qiliplari var. Demak, shularni ko'rgan vaqtida sizlarni o'zinglarni to'liqlash, bundan keyin tezdan o'zinglarni kuchaytirishdan iborat bir orzu, istak paydo bo'ladimi qanday? Bo'ldi. Bizmi ay shu chet elning belni ko'rsak, shu zaman biz buni ay nusxaga uyab olamiz buning-chi. Sirtdan kirishning oldini olamiz biz buning-chi. Endi sirtdan belni kirishdan birinchi persent tuya sirtdan belni-chi. Sufti yaxshi. Hem bunun nusxa yaxshi bo'lgan ekan, hem buni endi keyin hozir setishda qimmat setilgan bilan setilishda tuya setib olgan ish bor. Biz shu chet elning nusxani elib biz yangilab shu xalqimizning yaxshi ko'rib, tanlab setib olishni shunda ishlarga biz moslashmasak raqobatdan keyin qolamiz. Zagachilik insonlarni güzellikka intaydigan bir muhim hunar, davrimizdagi güzellikning ehtiyoji deb qarashga bo'ladi. 5000 yildan buyon yer sharida hech qanday buyum oltindek qiziqni qilib boqmadi. Zargarchilikda bilib olish tegishlik asosan malning shu persentini. Ayshanga diqqat qilish kerak. Biz kon asarat iqalarni yig'ib saqlag'uchi. Hem satımız. Bizga bizde kömüşte altın yasalan nurun narsa uçuraydı. Haqlarını biz hep qalalaymiz endi. Bu narsani ko'pincha zagarni olib birgancha yurtlarda. Mana qo'yamsiz ep qo'ydi ekan, bular eritib lan buni. Uzuk halqa bir mezgit ekan. Buning madaniyat qiymati yomon yuqori. Buni biz zagarlar tushirib olsa, ashuna narsa kapqas eritmay saqlab qo'ysa, mana biz olamiz u narsani. Oltinda qimmat baho asirib olamiz. Chunki bu madaniy meros. Bunun soqilish intayin nafis, o'ttir kavak. Bu 3-6 gram chiqdi. 1400 yil oldinda bizning shu Uyg'ur zagarchiligimiz qo'lmarim ishlar narsa yashalgan. Shoma zagarda mishni men iltmas qilmoqchi endi. Hozirgi kunga kelganda, ama yangidan zagarlikni o'rgatgan yoki hunar bilan aldab ketish ehtimolligi intayin zo'r. Yangidan hunar o'rganishni tashabbus qilib o'tganlarga ko'plagan odamlarga buni o'rgatib, Uyg'ur zagarchiligininki avlod uzib qolmaslikni taraqqiy qildirishni. Biz oltinning sotligi va persentiga ko'ngil bo'lgandek, bu qadimiy kasbning bugungi taqdirga cho'nqur ko'ngil bo'lsak, uningga muhabbat bilan qarasak, mas'uliyat orqali hunar kasbni texnik rivojlantirsak, korxona yo'liga mangsak, bu qadimiy kasbning bugungi jilvisi texnik parlaq bo'lgan bo'ladi. Bugun suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.